Bo'ldimi qarsak? Menimcha bekobodda besplatno qarsak. Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar. O'lmasdan, qadringlardan xato bo'lmasdan yana diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz. Men o'ylaymanki, bugungi to'y bo'lamiz endi. Sunnat to'yi, chulchul hasa deymiz. Iloho umri uzoq bo'lsin yigitimizni. Xalqqa, mamlakatimizga foydasi tegadigan yigit bo'lsin deganlar bitta guldiroz qarsak. Ana manimcha bular bozorchi, manimcha biznes ladies a? Точно. Haligida ja qo'l ish bermasa, til ish berib qoladi. Shunaqa insonlarga. O'ynaymizmi? Takoyidan bo'lsinmi?